Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, xormonlar. Xudo xolasa sizlarga Yangiariq tumani markazidan, ya'ni hokimiyatning orqa tomonidan 4-etajdan korobka holatida 3 xonali kvartiramizni ko'rsatib o'tamiz. Video boshidan birdan like bosib turinglar, albatta sizlarga manfaatli bo'ladi. Ajoyib ishlar qo'yilgan 60 kvadrat dokumentdan absolyutno muammosi yo'q. Yangi bir xatar ko'rsatib o'tamiz. Bismillah. Kvartira girganimizdan shunday koridori bo'lar ekan, elektromontajlar o'tgan, tayyor suvoqdan chiqib turibdi. Endi korobkani sho'llari yaxshi. O'zingizni dizayningizga qarab tuzataverasiz. Halosoz shpakolovka, halosoz ko'pchilik attachment to'qilishi mumkin, ko'pchilik oboy bosishi mumkin. Ina o'zingizda shunday bir variantda xudo xolasa kvartira chiqarib turibmiz. Mendan ko'pchilik so'raydi, ina korobka holatida yo'qmi muavir deb, ina shu variantni ham ko'ringlar. Bonimizda sanuzeri bo'ladi girganimizda. Keling, ichari taraflarni ko'rsatib o'tinglar. Kanalizatsiya turbolari hamma narsasi kelgan, sanuzer ham kattagina. E'tibor berib o'tasizlar. Menimcha 182 metr chiqib borsa kerak. Enasi 150 shunday bor. Xonashtirarsa berimizdan birdan koridori va bonimizda spani bo'ladi. Xolasizlar kattalar uchun spani, xolasizlar desi spani qilsa bo'ladi. Ajoyib oq oynalari ko'rgan sifatisidan. Oyoqni starshga bo'lib tutdi, tayyor. Ya'ni bon tarafni ko'rsatadigan bo'lsak, bonimizda xolasizlar kuxnya qilsa bo'ladi ekan. O'sha kuxnya ekan bonimiz keling. Yine beren su turbaları, gaz turbalarıga tuttu. Gaz shoshkini qo'ydirib sizlar, tayyor. Endi ko'pchilik bizlarga yozadi, gaz shoshk bermaydilar-ku, Boburbek, endi kvartira olacakmiz bizlarda. Yine shoshkini makka qo'ydilar, tayyor. Mehmon kelib, ana gazni o'tirib berib yashayverasiz, azat xudo xolasa. Bunda mana elektromontajlar tutdi. Bonimizda zal bo'ladi. Zaldan gap bo'lishi mumkin emas. Kattagina zal, oilaviy, mehmon mexanologisi qizlarga bo'ladi, uголокlarni qo'yib, chiroylatib, oboy klassdan lyustra qo'yasam, uni o'zingizga planlashtirasiz. Ishora kamera kelib turadi, arendadan qaranglar. Tushuntirib o'tadigan bo'lsak, qaysi bir domlada turganlar bo'lishi mumkin. Yana bunda hokimiyat park ham yoningizda bo'ladi. Ko'chalar ham texnik, parkovkadan ham muammosi yo'q. Parkovka mana domla arend tarafida bo'ladi. Birinchi domda hokimiyatning yonidan kirganda, o'ng qaraysiz. Ha, yo'q, o'rta domda bo'ladi ekan. İkinci domda joylashgan yine. Birimiz sotiladi. Siyash. Mayli kamerani tutsan. Yetdik yamanni gösteririz. Bon tarafimizga keladigan bo'lsak, berimizdan bir dona spani bo'ladi. Xolasizlar kattalar uchun spani, xolasizlar desi spani qilaverasiz do'stlar. 61 kvadrat metr, ya'ni dokumentini ko'rdim. Muammosi yo'q. 60 u 82 mi xullas shunday edi do'stlar. Planlashtirsa почти 61 kvadrat bo'ladi. Dokumentdan muammosi yo'q. Ekranda prямо egan nomeri. Bahosini keladigan bo'lsak, kvartiramizning krediti bor ekan, xolasizlar davom qildirib ketsangiz ham bo'ladi ekan. Bahosini 85 million so'mda tutib, 85 berasiz, ana kreditini davom qildirsangiz bo'ladi. Qog'ozlari bilan tanishib chiqdim. Oyina 2 million 800 ming so'mdan tushib turibdi ekan do'stlar. Hozirda endi umuman meni arzonlab boradi deb turibdi. Endi inchaqlam o'zingizga ertaroq to'lasangiz, o'zingizga kvartira arzon tushadi. Shuni ham tushuntirib o'ting, foizi kam bo'ladi, xullas. Planlashtirasizlar. Bu videomizni shunday korobka holatida Yangiariq tumani hokimiyatning orqa tarafidan qarab yurgan yaqin do'stlar ulash qo'yishni yolg'on chiqaraman do'stlar. Gel. Xolasizlar sizlarga bon tarafdan bor do'stlar, uni ham eslatib o'taylik. Bizlarni onlaynda ko'rib turgan bo'lsa, ish kvartiramizni ham sotadi. Bu esa 2 xonali bo'ladi. Remontdan chiqib turibdi. Hamma narsasi bor, 48 kvadrat metr. Bundan keyingi videoda videosini joylaymiz do'stlar. Buning bahosi 330 million so'm. Bu videomizda shu yaqin do'stlar bilan qo'yish yoddan chiqmasin. Sog' bo'linglar.